Obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta ikkinchi qismga ham Hyundai Porterlardan, Kia Bongo'lardan, Ford Transitlardan ham syomka qildim. Ma'qul kelgan aloqaga chiqaverasizlar, like bosib kanalga obuna bo'lsalaring bo'ldi. Bongo so'ralganlarga faqat Bongo. 1 tonna 200 Kia Bongo ham bor. Salomat bo'linglar. Diqqat erkaklar. Agar sizda tez-tez hojatga chiqish, bel og'rig'i, kuchsizlik va quvvatning pasayishi kuzatilsa, bu oddiy charchoq emas. Sedanachi milliy brendi yechimni taqdim etadi. Prastamix. Prostata sog'lig'ini erkak kuchi va g'ururi uchun tabiiy vosita. Faqat bugun sog'liq uchun xavfsiz. Natija kafolatlangan. Afsona TV tomoshabinlari va musofirdagi maxsus chegirma 55 kodi bilan 513 99 99. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Endi Bongo ko'rsatib etsam, mana Kia Bongo so'raganlarimiz bo'lsa, mana Bongochilar uchun akalar. 1 tonnalik. Passat 15 ta beryapti aka bu. Necha yil bo'ladi? 11 mi bu? Nima qildingiz? Necha yil turadi mashina aka? Mashina tozadan ishlaydi xolos. Tozadan ishga olasiz, ha? Metani bor. Mana. Ko'ringlar akalar. Tanlab olaverasizlar. Sizga yoqqan xudo xolasa mana. Uzun 285 likdan 1 tonnalik Kia Bongo akalar. Mana. Temir metan, tintga, bortga ruxsati bor. Qanaqasidan kerak bo'lsa. Mana mashhur nima? Bozorkom. Eng ko'p mashina olib chiqadigan inson bag' bo'ladi, aka. Mana shu 5 yildan beri sizni ko'raman-da, mana shu bozorda aka. Sapshina. Birinchi qo'lda olib kelasiz mashinani nimadan, ha? Koreyadan, ha? Mana akalar, Koreyadan birinchi qo'lda keladi akalar. Mashina kerak bo'lsa, Bongo kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. To'g'rimi aka? Bo'ldi. Nech pul qilib berasiz? 12,5 ekan bu. 12,5. 11 yili 12,5. Kamini qilib berasiz. 12 ga berasizmi? 12 ga beramiz. 12 dan tushib bermaysizmi? Mayli, sizda $100. Tushib berasiz, ha? Bir $400 tushib berasiz, kelishasiz. Telefon nomeri aka? 95 lik. Aha. 453 23 36 raqamiga chiqaverasizlar akalar mana. Bongo minaman deganlar. Tentga, bortga ruxsati bor. Metallari bor edi. Motori qanaqa dedingiz aka? Motor 33. Necha yili? 2013. 2013 1 tonna 200 Bongo so'raganlarga mana. Kia Bongoning 1 tonna 200 ligidan. Balandidan. Isuzu balonmi deyman, bu shin baland bu. Mana buni qaranglar. Mana. Yangilari kelyaptimi aka buni? Qachon keladi xudo xolasa? Hozir yuklashyapti Koreyada. Koreyada yuklayaptimi? 1 tonna 200 lik, orqasi 370 ligi kelyapti. Zavodskiy o'tirapman, spalniy ham. 370 ligi? Orqasi spalnisi ham bor kamiga. Oldi 17 ta, orqasi 14 balon. Ha, yangicha ekan-da bu aka, ha? O'zi bu propan ham bor ekan buni, ha? Bunda propan ham bor. O'zi 1 tonna 200, u 1 tonna nechchi bo'ladi unda? Yo'q, u gabarit yuklarga mo'ljallangan. Ha, ko'proq yukka, ha? Qancha ko'taradi ekan u? Kapalayli. Ko'taraveradi, ha? Bo'ldi. Faqat shanba kuni, yakshanba kuni. Boshqa kunlari mashinalarni qabul qilmaydi mashina bozori. Shanba, yakshanba kuni kelsangiz bo'laveradi. 1 tonna 200 so'ragan akalarimizga Kia Bongo'ni 1 tonna 200 akalar. Orqasida spalnisi bor, bort uzunligi 320 ligidan akalar. Tayyor bu. Metani ham bor, propani ham bor, motori. Pajero. Nima degani? Starix'da Donsi. Starix'da Donsi degan motori bor, ha. Eng quvvatlisi bu, ha. Qancha ko'taradi aka bu? Endi yuklagan. 3 tonna oladimi? Nima oladi? 3 tonna ko'taradi, bemalol. 3 tonna oladi ekan. Kelishilaveradi. Qancha qilib berasiz? 17 ming so'ralyapti. Kami bor, tushib beriladi. Telefon nomer 97 lik, 97 lik 597 59 70 4 raqamiga chiqarasizlar. Tentga ruxsat bor, tent taqib yursangiz ham bo'ladi. Qaranglar, lislari qoplab qo'yilgan, tayyor rezinkalari bor edi. Orqa baloni ham 13 ekan, 13 ko, bilmayman, 16 mi deyman, ha? Bo'laveradi. Mana yana bitta Kia Bongo akalar. 2012-yilda ishlab chiqarilgan mana Bongoni. Refrigerator ishlaydimi? Yo'q. Ishlamaydi. 1 tonnaligidan akalar mana. Temir metallari bor. Uzunidan
3.15ligidan. Rulegilovkalari bor, suv datchigi bor albatta. Qancha yurdingiz? 542 ming. 542 ming yurgan. Konditsionerlar bor. Roli bokovoy sidina qiziydi ekan akalar. Multi rol. Motor 33 talik o'zini motori akalar. Ko'ringlar. Xolodilnik hamma yog'i bor ekan akalar mashina. Uzun. Taglar laminat. Qancha endi balandlik? 12,5 dan tushib beramiz. Balandligi qancha buni? 60 70 60. 65 ha? Standart bo'lsa shunday bo'ladi. Lekin undan balandga o'xshayapti bu aka. 65 lar atrofida bo'lishi kerak. 100 talikmi bu? 100 talik. 100 talik, 80 taligi bor ekan. Tepasida joyi bor edi. Motorda muammo yo'qmi? Yo'q. Ramalari butun. Korobkalari yaxshi, ha? Zo'r. Necha pul qilib berasiz buni? 12,5 dan tushib beramiz. 12,5 dan tushib berasiz. Necha pulga bermadingiz? Variant qilishdi xolos. Faqat variantga so'rashdi. Naqqa so'rashga yo'q, ha? Ha. Qayerda mashinasi o'zi bu? Marg'ilon. Marg'ilonniki. Dokumentda muammo yo'q ekan akalar. Yo'q. Kelib, mashinani minib ko'rib, akamizga telefon qilsangiz, lokatsiya tashlab beradi. Telefon nomer? 91lik 91lik 681 681 0110. 0110. Qancha puli bor chiqsin? Aka naqdga sotamiz 12,5 dan kami. 12,5 dan kami bor, ha? Sotildimi? Qancha bo'ldi? 9,5. Gapi yo'q lekin aka, bozoringiz bersin. 2009 ha, Starex motor. Yaxshi kunga minsin. Hop. Bolalar. 89-yilda ishlab chiqarilgan Ford Transit bu o'zi aka aslida. Furgon qilingan mana tayyor budkalar qilib qo'yilgan, yasab qo'yilgan. Motori o'zini motori. Kosmetika bo'lgan mashina, yaltalab turibdi bu. Ochingchi? Motor o'ziniki. Mana. O'zingiz minib yurgan? O'zim minib yurgan. Mana. Metani bor. Propanda ham yuraveradi. Mashina propanda ham yuraveradi. Ham metan, ham propanda yuradi akalar. Ko'ringlar. Chexoli, poligi, maytafon hamma yo'q bor akalar. Furgon akalar tayyor, yuk toshida qonidan. Ramalari. Mana orqalari ham ochiq ekan. Hojiba balandligi qancha buni? 2 metrga, uzunligi 3 ga 2 ekan akalar mana. Yonboshi ham 2 metr bo'lsa kerak, a? 2 ga 2, tepa, mana uzunligi 3 ekan. Kvadrat ekanda, pashti bu ham, ha? Mana. Risollar qo'shtirgansiz? Qo'shtirganman, hamma yo'q. Davobga bo'lgan. Temir metal, albatta. Suv datchiklari bor. Bermaganingiz bo'ldimi? So'rab ketishyapti. Qancha ko'taradi endi bu hojima? 3 tonna ko'taraveradi. Yakka balon, 3 tonna ko'taraveradi, ha? 2,5 3 ta. Bo'ldi. Necha pul qilib berasiz? Kelishaversin. Narxi qancha o'zi? 6,000 kami bor. 6000 so'ralyapti, kami bor. Telefon qilishaveradi, ha? Telefon nomer. 50lik 50lik 510 510 6502. 6502 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar mana. 2004. 2004 Hyundai Porter'da dubl kabinalisi. Ko'rinishingizdan dehqonga o'xshaysiz. O'zingiz mashinangiz minib yurgan, ha? Mana. 5 talik. Tak. 711 ming yurgan, sudatchilari bor, rulegilovkasi bor, koja polni. Motori qanaqa aka buni? Starex. Motor Starex. Propani ham bormi? Metani ham, propani ham bor ekan akalar. Tenti ruxsati bor, tenti bor, tayyor. Yopiladi qonidan akalar.
Tanlaverasizlar akalar. Qancha qilib berasiz? Qancha qilib berasiz? 8,5. 8,5 qilib berasiz. Kami bor, ha? Bor. 8,5 dan kami bor ekan. Necha pulga bermadingiz aka? Ya almashtiramiz deyapti mashinaga. 7 ga shitirga berasizmi? Yo'q, yo'q. Endi so'rayman-da, bozor-ku bu. 7ga bo'lmaydi. Barterga kelishaverasiz lekin, ha? Kelishaveramiz. Qancha 7,5 mi mo'ljal aka? Borda endi 7,5. Plyus minusi bor, ha? Kelishaverasiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 117 117 45 68. 45 68 raqamiga chiqaverasizlar akalar. Tayyor mashina, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Starex motor qo'yilgan, metani, propani bor. Orqasi furgon, yopilib qolgandan 5 kishi bemalol qaqa bo'lsa ketaverasizlar akalar. Rasxod yo'q aka, hamman. Transport yo'q. Bo'ldi. 2010 ham bor. Hyundai Porter temir metani boridan akalar. Motor 126 talik motorda akalar. Metani bor ekan. Uzunidan ekan-a bu? Uzunidan, chexoli, polligi hamma bor ekanlar. Sudatchiklari bor, sensorliklari bor, hamma bor mana. Sensor datchik. Belgisida ham 10 ekan. 100 talik temir metal, orqasi 13 balon taqilgan ekan. Mana ramalar. Mana. Rezinkalari bor ekan. Balandidan akalar, uzunligi balandigi ham 2 metr bo'lsa kerak. Aka nechtalik bu metani? 200 talik, ha? Qancha yurasiz bu bilan? 300 yuradi, ha? Qayerdagi mashina? Marg'ilondiki. Necha pul so'rayapsiz? 12,000 dollar so'ralyapsiz. Kami bor. Qanchaga bermadingiz? Necha pul atrofisiz naqdda? Keling bir bozor qilamiz aka. Kelishdi. Endi o'shanga qarab aytsangiz, yaqinroq qilib telefon qilishadi aka. Telefon nomer 50lik 400 66 69 raqam chiqishaveradi. 24 ga 25 Jag X200 bozorda akalar. Bu yog'iga propan qo'ygan 22,000 atrofida yurgan mashina. Toza. Qiziqalar bo'lsa bitta xarid qilaverasizlar. Hyundai bilan birga bir bo'lib ishlangan, yumshoq oldi hadovoylari. O'ychaslari, orqasi visor bo'ladi. Mana. Poligozi zavodskoy, chexoli zavodskoy mana. Konditsionerlari bor. 5 talik akalar. I plus bakovoy qiziydi. Shunisi ham bor akalar. Mashinamiz metanda ekan akalar. Propanda ekan. Mana. Narxi ham arzon. Mana bunga o'zi mana shuni yasatish uchun ham 2000 dollar pul ketadi akalar. Esa termiz qilmoqchi bo'lsangiz ham, termizni yasatishga ham 2000 dollar pul ketadi. Tayyor mashina xarid qilaman deganlarga. Tak, yonboshini ko'ramiz u tarafdan ham. 2lik motor, atmosferli motor bo'ladi. Benzinda yuradi. Benzin tanlamaydi, lekin 92, 93 ashunaqa kuyish tavsiya qilamiz. 80 endi garantiya yo'q. Yurishlari ham 8 ta rasxod qiladi. Ammo rosa yumshoq mashina mana. Shu bu yerga belgisiga ham yozib qo'ying. Ikkita zapaskasi ham bor. Uzunligi 310 ligidan akalar. Mana, balantidan. 18,500 qilinyapti akalar. Narxi yana kelishadigan joyi bor. Telefon qilaverasizlar, oldida qoladi. Telefon nomer 95lik 153 17 71 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Jag X200 akalar mana. Hozirgi momentda eng trendga bo'layotgan turgan mashinalardan biri. Inray XL degan, ya'ni 30 dan so'raganlar bo'lsa, Tayra mikroavtobusidan bor akalar. Buni ham bitta ko'rib olasizlar. Dehqonchilik ham mashina aka. 23 ming yili? 23 ekan. Chexollisi, monitori, konditsioner hamma yo'g'i bor edi mana. Akalar ko'ringlar. Elektriskiy polni. Mana. Tepalarni ham ko'rsalaring bo'ladi. Poli qilib qo'ygan. Yoqilg'i nima aka? Metan ekan-a? Metan.
Metani bor. 230 yil shindirak akalar mana. Tozami bu? Toza. Qancha yurdingiz? 155 ming yurgan, rollar elektronika, ABS tormozlari bor. Mana. Oxirgi nimalari qotani ham ochiladi mana. Ko'ringlar. Qancha qilib berasiz aka buni? Narxini? Mana. 11 ming dollar so'ralyapti. Kami bor. Chekilishdan joyi bor, tushib beriladi aka. Minib ko'rib pulini sanaveradi. Notariusda. Chipcha yetmay qolsa ham kelishaverasiz. Qayerdagi mashina? O'zimiz Oltiariqdagi. Generalnidasiz. general O'tkazada ham, generalda ham bo'laveradi. Telefon nomer. 90lik 90lik. Aha. 290 290 75 72 o'nga bo'ladi. Bo'lmaydi. Balandroq o'ndan, ha? Bo'ldi. Aka bozor bersin. 2013-yilda ishlab chiqarilgan dubl kabinali changang so'raganlar bo'lsa, 4 ta baloni yangisi, bortlari balandlikdan qo'shib qo'yilgan qo'shimchasiga 69 talikmi? Motor 69 taligidan akalar buni. Chixoli, polligi, magnitofon hamma yo'g'i bor. Dakmitlari joyida ekan akalar. Mashina o'zingiz nomingizda. Hech qanaqa ortiqcha dakmit qilmaydi. Mana. Generalni ham bo'laveradi ekan akalar. Xolasangiz generalni, xolasangiz o'tkazib olib ketaverasizlar. Uzunligi 220 likdanmi? 2 metrmi bu? Temir metali bor. Zapaskasi bor ekan akalarni, ichida turibdi. Tentga ruxsat bo'ladi akalar, tent taqib yursangiz ham bo'ladi. Qancha yuryapti aka metanda? 150 gacha yuryapti danli yo'lda. Metanda danli yo'lda 250 gacha yuryapti ekan. Nechtalik bu? 70 talik, ha? 70 talik. Tamam. Ko'ringlar akalar. Mana. Kraskasi aka buni. Toza ekan. Toza. Nech pul qilib berasiz? 7 deyapman. 7000 so'ralyapti. Kami bor. Bor. Nech pulga bermadingiz? 6 qilishni bermayman. 6 ga bermadingiz. Telefon nomer? 94 94lik 551 551 1982. 1982. 6 ga bermabdi. Shunga qarab narx qo'yaverasizlar akalar mana. Bemalol 1 tonna, 1,5 tonna ko'taraveradi. Ha? Motor yaqinda qilingan deyapsiz, ha? Bo'ldi. Motor endi oddiy prostoy motor. Uncha-bunchaga zapchasi ham haliga yo'q bas. Hamma joydan topsangiz bo'ladi akalar. Mana yana bitta dubl kabinalisi bor ekan akalar, Changyang 2014, ha? 14. Tepasida bagaji, tayyor TNT ham bor akalar. 69 talikmi bu ham? 69 talik motorda. Kraskasi-chi? Toza kraskada akalar mana. Chixoli, polligi, lino, konditsioner hamma yo'g'i bor akalar. Tozasidan so'raganlarga tozasidan. Mana. Orqasida kolonkalari ham bor edi. Aka necha metr bu uzunligi? Necha deysiz? Общий, ha? Ha, общий aytyapsiz-da. Bu 2 metr ha uzunligi. 2 metrligidan akalar. Ko'rtursizlar, dugalari ham qilingan akalar. Yangi balon ekan aka. Ular ham yangi ekan akalar. Rasxod ham kam bo'lsa kerak ekan, ha? Nechta rasxod? 10 ta rasxod qiladi ekan. Bermagangiz bo'ldimi? 6000 dollarga buni ham sotmabdi akalar. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib beriladi. Motor korobkalari joyida aka, ha? Telefon nomer 93lik 371 35 71 raqam chiqishi kerak. Generalni bo'ladimi? Bo'ladi, xo'p.